5-6 yil oldin Turkiya davlatida bo'lganman. Undan keyin yana borish niyatim bor edi. Mana shu lavanda sabab biz fevral oyida tashrif buyurdik Turkiya davlatiga. U yerda men ko'rdim, 4000 gektar lavanda plantatsiyasini ko'rdim. Keyin analiz qilishni boshladik. Toshkent viloyatida hatto bir 10 gektar lavanda plantatsiyasi bormikan deb. Denizli shahri Toshkent viloyatida joy ekan aslida. Biz solishtirganimizda o'zimiz nazarimiz bilan biz ko'zga ko'rinadigan 1 gektardan shu 10 gektargacha joy topolmadik. Keyin hamkorim o'zim Sayr opam bilan biz maslahatlashdikda o'zimizga reja qo'ydik. Keling mana shu qo'rqmasdan yaxshi ishonch bilan mana shu lavanda plantatsiyasini tashkil qilamiz. O'sha choyidan tortib lavandani gulidan choy olasizmi? O'sha asosiy ular endi efirniy yog'ini oladi, Yevropaga sotar ekan. Juda qimmat ekan u narsa. O'shalarigacha hattoki biz o'rgandikda, bizdan o'sha shartnoma tuzganimizdan keyin hech kim qo'ymaydigan joylarigacha, tegirmonlarigacha ko'rsatib, ko'zi bilan mana shunaqa sirlari bor, sinovati bor. Ular aytayapti, klassik biznes bu deyapti. Biz juda xursand bo'ldik bu narsadan, to'g'risi. 4000 gektar tog'i toshlarning ichida yerlarni tekislagan. Bizdaqa sharoit yo'qda ularda. Suv yo'q o'sha tog'i toshlarda, faqat nam havo bor, to'g'ri. Ko'proq bahorda nam havo bo'lar ekan, kuzda bo'lar ekan. O'shani bilan o'sib kelayotgan o'simlik ekan. O'sha gulini oladimi, bargini oladimi, ko'chat qilib sotadimi, landshaft qilib sotadimi, sovun, shampun, soda istig'i qiladimi, hammasini qiladi. Siz bundan даже chiqindi yo'q, chiqindi chiqmaydi. Eng asosiysi insonlar salomatligi uchun foydali narsa bo'lgani uchun biz o'sha buni juda katta reja qo'ydik. Asta-sekin mana shu rejalarimizni amalga oshirib kelyapmiz, xudo xolasa. Buni gulidan yig'ilgan asal nafaqat Turkiyaning o'zida, dunyo bo'yicha eng birinchi o'rinda turadigan shifobaxsh asal hisoblanar ekan. Masalan, bir 10 xildan ortiq yog'lari chiqarar ekan. U ham bitta katta san'atda topolmadik shu narsani Toshkent viloyatida. Oxiri reja qildikda, to'g'ri, katta ish bu narsa. Katta mablag' talab qilinadi. Shuni lekin xudo xolasa 2025-yil ko'rsatmoqchimiz biz o'zimiz. Mana 10 dan ortiq mavsumiy ishlar o'rinlarini o'zi shakllantirib bo'ldik. Ko'chatchilik juda ham yaxshi foyda keltiradi bizni hozir qilayotgan ishimiz ko'pchilikka. Ismim Ulug'bek, familiyam Dehqonboyev.